bo'ldi, sizdan hech narsa kerak emas. Erim bilan недавно posyomkadan o'tayotganimizda shu sumkani menga arzimagan pulga sotib olib berdi. Просто bu bilan men nimani yetkazmoqchiman? Oxirgi payt juda ko'p eshityapman, Instagram insonlarni, ayniqsa ayollarni buzib olyapti. O'zidagi bosh sharoitga ko'nikmayapti, erlaridan только boylikni talab qilyapti degan gaplar juda ko'payib ketgan. Men ham ayollar ham buni emasligiga 100% ishonaman. Masalan, men uchun shu arzimagan pulga olingan sumka naqadar qiymati borligini tasavvur qilsangiz edi. Chunki bu sumkani erim 3 kun komandirovkaga borib uxlamasdan ishlab topgan pulga o'zi menga majburlab oldirdi. Aynan shu sumka menga $1000 sumkalardan ko'ra qadrliroq. Balkim kimdir aytishi mumkin, sen boylikni qattan ham bilarding, nima ekanligini tatib ko'rmagan bo'lsang deb. Shuning uchun oddiy narsa deb o'ylashing mumkin. Ishoning, men tatib ko'rganman. 18-20 yil men faqatgina boylikda aytganim deganim bo'lib yashaganman. Lekin agar oilada er xotin muhabbati birinchi o'rinda bo'lmasa, ishoning, hech qanaqangi 10 talab 20 talab uylar, har oy olingan mashinalar hech narsa emas. Men buni ichida katta bo'lganman. Shuning uchun o'zimga faqatgina sevgi muhabbatga qurilgan oilani inshaalloh ertaga quraman deb niyat qilganman. Men erimdan shunchalik minnatdor ekanligimni, shu arzimagan sumka menga qanchalik qadrli ekanligini shu yerdan yetkazmoqchiman. Я просто безгранично благодарна ему. To'g'risi hozir videoni to'xtatib yig'lab oldim. Chunki biz oila qurganda oddiygina hech narsasi yo'q, studentlar edik. Ya'ni biz ikkalamiz bir-birimizni tanlaganimiz uchun, ota-onamiz ham rozi bo'lishi uchun hech narsasiz oila qurishimizga rozi bo'lib beringlar. Bo'ldi, sizlardan hech narsa kerak emas. Butun umr sizlardan hech narsa so'ramaymiz, nabarot yordam beramiz deb kelishganmiz. Hamma narsaga birgalikda erishishni xohlaymiz. Ya'ni ikkalamiz hech narsasiz, deylik sariq chaqasiz, tash yashashimizga hech qanaqa mablag' yoki dashi nimadirlar oddiy narsalar, sarpo hech narsa qilmaganmiz. Buni o'zimiz tanlaganmiz. Men faxrlanadigan narsam shu inson oddiygina student har kuni mehnat qilib shu darajalarga o'zi yetishib kelyapti. Joydan keyin men ham ishlay desam, 2 o'qishda o'qirdim, ham magistratura, ham bakalavriatim bor edi. Umuman yordam bera olmaganman. Erim ham o'qib, ham ishlab, ham oilani boqib, boshqa shaharlarga ko'chdik, boshqa davlatlarga bordik, rosa ko'p qiyinchiliklarni ko'rdik. Erim o'sha vaqtlar menga bergan va'dalarini hozir kundan kunga bajarib borayotganini ko'rib, ulardan 100% faxrlanaman. Men Instagramdagi chiroyli kartinkalarga hech qachon havas qilmaganman. Chunki men uchun baxt meni sevuvchi va men sevuvchi inson bilan birgalikda yashash. Inshaalloh Alloh peshonamizga yozgan bo'lsa, biz ham o'zimiz niyat qilgan, orzu qilgan boylikka erishamiz va erishishimiz mumkin. Lekin taqdirimizda hech narsa bo'lmasa, hech qachon uy olish bo'lmasa, hech qachon mashina olish bo'lmasa, hech qachon boy bo'lish bo'lmasa, men roziman. Shu inson bilan bir umr sevgi bilan o'tkazib yashashga roziman. Ayollar kelinglar, shunchaki o'zimiz tanlagan insonni boshqa erkaklar bilan, boshqa insonlar bilan solishtirmasdan bizga qilayotgan mehnatiga, bizga qilayotgan yaxshiliklariga minnatdor bo'lib, bir nonni ham sevgi muhabbat bilan yeb, baxtli bo'lib yashaylik.